Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan xalqaro xususiy huquq fani doirasida navbatdagi leksiya mashg'ulotimizga to'xtalib o'tamiz. Demak, leksiya mashg'ulotimizning mavzusi bitimlarning kollizion masalalari. Demak, mazkur mavzu yuzasidan quyidagi rejalarga to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchi navbatda xalqaro xususiy huquqda bitim va tashqi iqtisodiy bitimlarning mohiyati, shuningdek tashqi iqtisodiy bitimlarning asosiy xususiyatlari va o'z navbatida tashqi iqtisodiy bitimlarning shakli va turlari, shuningdek tashqi iqtisodiy bitimlari davom muddati hamda Incoterms qoidalariga to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchi navbatda, bitim o'zi nima? Bilamizki, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 101-moddasida bitim tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan. Unga ko'ra bitimlar deb fuqarolar va yuridik shaxslarning fuqarolik huquq va burchlarini belgilash, o'zgartirish yoki bekor qilishga qaratilgan harakatlariga aytiladi. Demak, xalqaro xususiy huquqda tashqi iqtisodiy bitimlar esa xalqaro munosabatlar sohasidagi tadbirkorlik faoliyatini belgilaydigan, taraflarning fuqarolik huquqlari va majburiyatlarini belgilash, o'zgartirish va bekor qilishga qaratilgan tijorat korxonalari turli davlatlar hududida joylashgan taraflar o'rtasidagi tuziladigan bitimlar hisoblanadi. Demak, tashqi iqtisodiy bitimlar o'z nomi bilan ma'lumki, kamida ikkita turli xil davlatlarni fuqarolari yoki yuridik shaxslar, misol uchun tadbirkorlik subyektlari bu yerda ishtirok etishi kerak hisoblanadi va ularning tijorat korxonalari ham albatta turli xil davlat hududlarida joylashgan bo'lishi kerak. Va o'z navbatida tashqi iqtisodiy bitimlarni huquqiy tartibga solishni o'ziga xos jihatlari quyidagilar hisoblanadi. Demak, birinchi navbatda turli huquqiy tizimlarga kiruvchi huquqiy normalar, ya'ni xalqaro va milliy huquq normalarining yaqin o'zaro aloqasi hisoblanadi. Ikkinchidan esa milliy huquq turli tarmoqlari normalarining qo'llanishi. Bilamizki, bu yerda subyektlar turli xil davlat fuqarolari va yuridik shaxslari bo'lganligi uchun, demak, turli xil davlatlarning huquq tizimlari to'qnash kelishi bu yerda tabiiy holat hisoblanadi. Va o'z navbatida tashqi iqtisodiy bitimlarning o'ziga xos xususiyatlari sifatida quyidagilarni e'tirof etishimiz mumkin. Demak, birinchidan valyutaga doir shartlarning mavjudligi, ya'ni xalqaro jarayonlarda tashqi iqtisodiy bitimlarda hisob-kitoblar albatta chet el valyutasida, misol uchun dollarda, yevroda yoki boshqa, misol uchun funt sterling kabi xalqaro tan olingan valyuta birliklarida olib borilishi kerak. Bundan tashqari, tovarni ikki yoki undan ortiq davlat hududi orqali tashib o'tish, sug'urtaga doir shartlarning ishlab chiqilishi va o'z navbatida tovarlar yoki xizmatlar qaysi davlatlar chegarasidan o'tsa, demak, shu davlatlarning har birining bojxona qoidalarini bajarish zarurligi va shuningdek, tashqi iqtisodiy bitimlarda taraflar shartnomani, demak, belgilangan har qanday davrida unga, demak, qo'shimcha kontraktlar, ya'ni qo'shimcha shartlar qo'shishi bu yerda asosiy imtiyoz sifatida ham kiritib o'tilgan. Shuningdek, va keyingi holatimiz kutilmagan holatlar, ya'ni force majeure holatlar bu yerda e'tirof etilishi kerak, chunki tashqi iqtisodiy bitimlarda, demak, sug'urtaga doir holatlar yoki boshqa, misol uchun xavf yuqori bo'lganligi uchun force majeure holatlar ham ushbu bitim doirasida albatta bitim qoidalariga kiritib o'tilishi kerak. Va o'z navbatida nizolarni ko'rib chiqish tartibi, ya'ni misol uchun taraflar o'rtasida qandaydir nizo kelib chiqadigan bo'lsa, mazkur nizoni qaysi sudda ko'rib chiqish kerak, ya'ni yurisdiksiya masalasi ham bu yerda alohida e'tirof etib o'tilishi kerak. Va ushbu bitimlarning shakli va ularni imzolash tartibi ham alohida holatlarda keltirib o'tilgan bo'lishi shart. Shuningdek, tashqi iqtisodiy bitimlar, demak, boshqa turdagi bitimlardan qanday xususiyatlariga ko'ra farq qiladi? Demak, birinchi xususiyati, demak, ishtirokchilar ikki yoki undan ortiq davlatga mansubligi. Bitim o'zida tadbirkorlik maqsadini ifoda etish, ya'ni maqsadi tadbirkorlik va haq baravariga tuzilishi. Shu navbatda ushbu bitimga nisbatan xalqaro qonunchilik normalari tatbiq etilishi va yuqorida aytib o'tganimizdek, hisob-kitoblar albatta chet el valyutasida amalga oshirilishi, demak, buni tashqi iqtisodiy bitimlarni boshqa bitimlardan asosiy farqlari sifatida e'tirof etilgan. Tashqi iqtisodiy bitimlarni quyidagi xususiyatlariga ko'ra tasniflanishimiz, ya'ni bo'lishimiz mumkin. Demak, birinchi xususiyati ishtirokchilar soniga qarab. Demak, tashqi iqtisodiy bitimlar ishtirokchilar soniga qarab bir tomonlama, ikki tomonlama va ko'p tomonlama bo'lishi mumkin. Predmetiga ko'ra, demak, mol-mulkni mulk qilib topshirish to'g'risidagi shartnomalar, xizmatlar ko'rsatish to'g'risidagi shartnomalar yoki oddiy sherikchilik shartnomalari va boshqa turdagi shartnomalar sifatida bo'lishimiz mumkin. Shuningdek, tashqi iqtisodiy bitimlarda ularning turlariga ham to'xtalishimiz joiz hisoblanadi. Demak, xalqaro xususiy huquq munosabatlarida tashqi iqtisodiy bitimning asosiy turlari sifatida quyidagilar e'tirof etilgan. Demak, birinchisi, ya'ni eng keng tarqalgani
xalqaro tovarlarning oldi-sotdi bitimlari va xalqaro vositachilik shartnomalari, demak moliyaviy lizing shartnomalari, xalqaro pudrat shartnomasi, xalqaro faktoring shartnomasi yoki demak xalqaro franshizing shartnomasini ham asosiy turlari sifatida sanab o'tishimiz mumkin. Misol uchun mana tashqi iqtisodiy bitimlar sifatida eng keng tarqalgani demak oldi-sotdi bitimlari. Demak mazkur munosabatlarni tartibga solish uchun ham xalqaro huquqda 1980-yilda tovarlarning xalqaro oldi-sotdi shartnomalari to'g'risidagi Vena konvensiyasi imzolangan. Demak mazkur konvensiya asosiy taraflar uchun kollizion norma sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Va shuningdek, tashqi iqtisodiy bitimlarda eng asosiy prinsiplardan biri bu taraflarning erk muxtoriyati prinsipi hisoblanadi. Demak, mazkur prinsip qanday holatlarga kelib chiqadi? Demak, tashqi iqtisodiy bitimlar imzolash chog'ida bir-biriga qarama-qarshi bo'lib qolganida kolliziya holatlari paydo bo'ladi. Ya'ni huquqlar kolliziyasi paydo bo'ladi. Ya'ni subyektlar tabiiyki turli xil davlat fuqarolari, ya'ni tadbirkorlik subyektlari bo'lganligi uchun ular bitim imzolash jarayonida turli xil milliy huquq tizimlariga duch keladi va bu yerda taraflar qaysi qonunni qo'llash kerakligini, ya'ni asosiy kollizion normani belgilab olishda bir qancha qiyinchiliklarga duch keladi. Demak, mazkur qiyinchiliklarga duch kelish paytida taraflarning erk muxtoriyati prinsipi asosiy tamoyillardan biri hisoblanadi. Ya'ni mazkur tamoyilga ko'ra taraflar o'z ixtiyorlari bo'yicha huquq tizimini tanlashlari va shartnoma mazmunini belgilashi, demak, mazkur tamoyilda o'z aksini topadi. O'z navbatida buni bir qancha davlatlar misolida ko'rib chiqishimiz mumkin. Misol uchun AQShda demak 1990-yilda savdo kodeksi ishlab chiqilgan. Mazkur savdo kodeksiga muvofiq agar taraflar o'rtasida demak shartnomaga nisbatan qo'llaniladigan huquq belgilab olinmagan bo'lsa, demak savdo kodeksi taraflar uchun majburiy hisoblanadi. Ya'ni birinchi qoida, agar AQSh davlatida bilamizki, hozirgi kunda 50 dan ortiq shtatlar bor. Mazkur shtatlar o'rtasidagi tashqi iqtisodiy bitimlar tuziladigan bo'lsa, ular bitimga nisbatan asosiy qoidani, ya'ni kollizion normani belgilab olishgan bo'lmasa, demak savdo kodeksi ikkala tomon uchun ham asosiy majburiy norma hisoblanadi. Va shuningdek, Germaniya va Xitoyda ham bir-biriga o'xshash holatlar keltirilgan. Demak, bu yerda agar taraflar o'rtasida shartnomaga nisbatan qo'llaniladigan huquq belgilab olinmagan bo'lsa, demak mazkur bitim qaysi mamlakat uchun eng ko'p uzviy bog'langan yoki qaysi mamlakat uchun eng muhimroq ahamiyat kasb etadigan bo'lsa, ushbu qonunchilik asosiy kollizion norma sifatida belgilab olinadi. O'zbekiston Respublikasida esa mazkur norma demak fuqarolik kodeksini 1181-moddasiga ko'ra belgilab o'tilgan. Unga ko'ra bitimning shakli u tuziladigan joy huquqiga bo'ysunadi. Ya'ni bitim qaysi mamlakat hududida tuzilayotgan bo'lsa, o'sha mamlakatning huquqi bo'yicha demak bitimga nisbatan shakl qoidasi, ya'ni u og'zakimi yoki yozmami yoki elektron shaklmi, shu qoida demak asosiy kollizion norma sifatida belgilab o'tiladi. Va o'z navbatida demak bitimlarning mazmuniga nisbatan tatbiq qilinadigan huquq qanday bo'ladi degan savolga demak fuqarolik kodeksining 1189-moddasida o'rinli javob olishimiz mumkin. Unga ko'ra, agar qonunda boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, taraflarning kelishuviga ko'ra tanlangan mamlakat huquqi bilan tartibga solinadi. Ya'ni taraflarning erk muxtoriyati tamoyili prinsipi demak bizni fuqarolik kodeksimizda 1189-moddasida mana keltirilganligini ushbu modda misolida ko'rib o'tishimiz mumkin. Shu o'rinda demak agar taraflar o'rtasida kelishuv bo'lmagan taqdirda shartnomaga nisbatan qo'llaniladigan huquq doirasi ham fuqarolik kodeksining 1190-moddasi keltirib o'tilgan. Unga ko'ra, misol uchun mana oldi-sotdi shartnomasida sotuvchi, kafillik shartnomasida vakil, sug'urta shartnomasida sug'urtalovchi taraf hisoblanuvchi demak u ta'sis etilgan, turar joyga ega bo'lgan yoki asosiy faoliyat joyi bo'lgan mamlakat huquqi qo'llaniladi. Ya'ni bu yerda u yuridik shaxs bo'lganligi uchun demak yuridik shaxs qayerda ta'sis etilgan bo'lsa, uni turar joyi qayerda bo'lsa va asosiy faoliyat ko'rsatish joyi qayerda bo'ladigan bo'lsa, mazkur joylashgan joy demak asosiy kollizion norma sifatida belgilab o'tiladi. Va O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida yana 1190-moddani keyingi bandlarida 4 ta holatga nisbatan demak taraflar kelishuv qila olmaydi. Demak, birinchi holat, agar ko'chmas mulk to'g'risidagi shartnoma bo'ladigan bo'lsa, bu bo'yicha kelishuv qilib bo'lmaydi. Demak, mazkur holatda ko'chmas mulk qayerda joylashgan bo'lsa, o'sha mamlakat uni asosiy kollizion normasi, ya'ni uni mamlakat huquqi hisoblanadi. Yoki mana ikkinchi holat, birgalikdagi faoliyat to'g'risidagi shartnomaga va qurilish pudrati to'g'risidagi shartnomaga nisbatan demak mazkur faoliyat amalga oshirilayotgan yoki shartnomada nazarda tutilgan natijalar yaratilayotgan mamlakat huquqi demak uning asosiy huquqi hisoblanadi.
va shuningdek kimoshdi savdosi yoki tanlov bo'yicha yoki birjada tuzilgan shartnomaga nisbatan mazkur faoliyat yoki kimoshdi savdosi yoki tanlov o'tkazilayotgan yoki birja joylashgan mamlakat huquqi demak asosiy huquqi hisoblanadi. Va 4-chi oxirgi holat demak chet el ishtirokidagi yuridik shaxsni tuzish to'g'risidagi shartnomaga nisbatan yuridik shaxs ta'sis etilgan mamlakat huquqi qo'llanishini demak 191-moddada ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Va o'z navbatida quyidagi holatlar ham keltirib o'tilgan, ya'ni turli xil davlatlararo yoki hukumatlararo va idoralararo tuziladigan tashqi iqtisodiy savdo munosabatlariga doir asosiy manbalarni huquqiy tartibga solishda bir qancha usullar mavjud. Demak, birinchi usul demak xalqaro shartnomalar doirasida ishlab chiqilgan me'yoriy qoidalarni milliy qonunchilikka kiritish. Ya'ni bu demak qonunchiligimizda implementatsiya jarayonlari deb ataladi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi biror bir xalqaro shartnomaga a'zo bo'layotganda yoki uni ratifikatsiya qilayotgan paytda demak o'zini milliy qonunchiligini demak xalqaro shartnomaga moslashtiradi. Shuningdek, savdo bitimi doirasida asosiy tartibga soluvchi huquq normalari sifatida quyidagilarni e'tirof etishimiz mumkin. Demak, birinchisi tovarlarning xalqaro oldi-sotdi to'g'risidagi Vena konvensiyasi hamda mazkur oldi-sotdi munosabatlarida vakillik to'g'risidagi Vena konvensiyasi. Bu demak 1983-yilda imzolangan. Shuningdek, Ottavada ikkita holat bo'yicha konvensiya imzolangan. Demak, moliyaviy lizing to'g'risida hamda xalqaro faktoring to'g'risidagi. Demak, bu konvensiyalar savdo bitimi doirasidagi tartibga soladigan eng asosiy konvensiyalar sifatida e'tirof etiladi. Va shu o'rinda quyidagilarni ham kiritishimiz mumkin. Misol uchun 1978-yil 14-martdagi vositachilik va vakillik, ya'ni agentlik shartnomalariga qo'llaniladigan huquq to'g'risidagi Gaga konvensiyasi yoki xalqaro shartnomalarga qo'llaniladigan huquq to'g'risidagi Meksika konvensiyasi va boshqa bir qator konvensiyalarni demak asosiy savdo bitimi doirasidagi xalqaro qonunchiliklar sifatida kiritishimiz mumkin bo'ladi. Shu o'rinda da'vo muddat masalasi ham xalqaro xususiy huquqda bevosita tashqi iqtisodiy bitimlarda eng asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Demak, xalqaro xususiy huquqda 1974-yil tovarlar xalqaro oldi-sotdi savdosi da'vo muddati to'g'risidagi konvensiyaga muvofiq mazkur konvensiyada umumiy da'vo muddati sifatida 4 yillik muddat belgilangan, lekin taraflar bundan tashqari 6 oydan 30 yilgacha bo'lgan umumiy tartibdagi da'vo muddatini ixtiyoriy ravishda belgilashi ham mumkin. Bilamizki, bizda fuqarolik kodeksimizda da'vo muddati yuqorida aytib o'tganimizdek, ya'ni 3 yil hisoblanadi umumiy da'vo muddati. Maxsus da'vo muddatlari esa sal boshqacha holatlar keltirilgan. Demak, tashqi iqtisodiy bitimlarda da'vo muddati masalasida yana bir qoidaga to'xtalishimiz kerak. Mazkur ya'ni da'vo muddatini belgilashda asosiy konvensiya hisoblangan 1974-yilda konvensiyani demak UNCITRAL tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan. Demak, UNCITRAL tashkilotini bilamiz. Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining alohida komissiyasi hisoblanadi. Ya'ni xalqaro jarayonlarda, ya'ni savdo munosabatlari doirasida, ya'ni savdo qonunchiligini takomillashtirish va shunga o'xshagan bir qator harakatlarni amalga oshirish uning asosiy maqsadi hisoblanadi. Demak, UNCITRAL tashkiloti ham mazkur da'vo muddati masalasida eng asosiy masalani bu yerda bizga ochib bergan. Ya'ni ushbu konvensiyani ishlab chiqishda uning hissasi juda katta hisoblanadi. Shu o'rinda tashqi iqtisodiy bitimlarda umuman aytganda savdo bitim doirasida Incoterms qoidalari qo'llaniladi. Demak, bu Incoterms qoidalari o'zi nima? 1936-yilda demak Fransiya poytaxti Parij shahrida UNCITRAL tashkiloti tomonidan demak xalqaro savdo palatasi ishtirokida ya'ni Incoterms qoidalari hisoblangan. Incoterms qoidalarini bilamizki, xalqaro xususiy huquqning manbasi sifatida e'tirof etilgan xalqaro odatlar turkumiga kiradi. Ya'ni Incoterms qoidalari asosan 11 ta termindan iborat. Demak, mazkur terminlarni 7 tasi bevosita barcha turdagi transport vositalarida tashish munosabatlari ishlatiladi. Ya'ni daryo transportida ham yoki avtomobillarda, temir yo'llarda va havo transportida ham qo'llaniladi. Lekin 4 ta qoida esa faqat daryo va suv transporti orqali olib boriladigan yo'lovchi, yuk va bagaj tashish munosabatlari ishlatiladi. Demak, bu munosabatlar bizga tegishli emas, chunki O'zbekiston Respublikasi daryo transporti orqali yo'lovchi, yuk yoki bagaj tashish faoliyati bo'yicha imkoniyatga ega emas. Demak, ularni bir qanchasiga to'xtalishimiz mumkin. Misol uchun, birinchisi XW, ya'ni X-Work, Frankazavod. Mazkur terminga ko'ra, demak, tovar sotuvchining shartnomada ko'rsatilgan
joydan, ya'ni zavodidan, omboridan olib ketiladi va eksport bojlari to'lash sotib oluvchining zimmasida bo'ladi. Va shuningdek, misol uchun delivered at place, belgilangan joyga yetkazib berish. Ya'ni sotuvchi yetkazib berishni amalga oshiradi. Qachonki mahsulot belgilangan joyga yetkazib berilgan transport vositasi sotib oluvchi tasarrufiga beriladi. Va shu o'rinda demak, Incoterms qoidalarini boshqa turlarini ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, Incoterms qoidalari bilamizki, har 10 yilda yangilanib turadi. Eng oxirgi versiyasi esa 2020-yilda ishlab chiqilgan. Ya'ni 2020-yil 1-yanvardan bu qoidalar hozirgi kunda ham ishlatiladi. Demak, bugungi mavzuimiz yuzasidan, ya'ni bitimlarning kollizion masalasi yuzasidan asosiy to'xtaladigan masala shulardan iborat edi. Agar sizlarda mazkur mavzu yuzasidan qandaydir savollar yoki murojaatlar bo'lsa, quyidagi manzillarga yo'llashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'ling.